shaharning markazidan hovli-joy kerak deganlar uchun sizlarga hovli-joy, ham hovli-joy, ham biznes. Ne dedi? Qarang. Elde 14 metr. Umumiy yer maydoni 250 kvadrat. 2 etaj, pod ключ. Nerede deysizmi? Bu tarafdan gelsangiz Aktepa Lavaş, Dinamo tarafdan girib kelasiz. Bu yandan gelsangiz Köpel Kassap Baku. Aşın arkasından girib kelasiz. Bu yandan gelsangiz ham Köpel Kassap tarafdan girib kelasiz. Yani bize Gürlenski'damiz. Qarang, ana yerda o'zini do'koni bor. Do'konning razmerini aytib o'tadigan bo'lsam, 9'a 540 bu ish ne deydi? Ajoyib eshik. Qarang. Uyimizga girib kelamiz, polni döşalib turibdi siz uchun. Qarang, shu yumshoq mebellari, bu yerda garderobi, bu yan tarafda yine umonligi har doimgidek aynalari bor. Yine internetlari o'tgan, bu yan tarafni zerkalat, biz o'tganlar divorlarini shu yerdan to'g'ri do'konga kirib ketasiz. Bu lyustra ne deydi? Qarang. Ajoyib bezakni berganlar. Remontni ajoyib taxlaganlar. Shu yerdan ikkinchi etajga chiqib ketamiz. Lestitsani teni katilxona qo'yibdilar. Qarang. Eshiklari ham oddiy emas. Yine katilxona xalasa sklad, ashunday bajet qo'yasiz. Bu yonimiz bog' tomoni. Shu yerda zeleniy zonasi bor ekan. Shu yerda esa letniy hojatxona. Remontdan hali yaqinda chiqqan. Eshiklari ham ko'cha eshiknikidek bir xil. Remontdan ne deysiz? Remontda necha baho berasiz? 1dan 5gacha bir baho bering. Şöhremizde kuchni. Qarang, kuchni ham ajoyib düzgellar. Lyustralar, patologimiz, natojnoy patolog. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. High-tech deysizmi, buni klassika deysizmi, nima deysiz? Bu yerimizda shunday bir koridorcha, shu yerimizda bir spalnisi bor. Master spalni. O'zini sanuzelar bor. Yine o'zini sanuzelar. Aristona, umonligi, unitazi va dushi bor ekan. Bu yerimizda yine shunday katta spalni, ikki oynasi bog'a qaragan. Lyustralar qo'yilgan, natojnoy patologlar tartilgan. Ishlar ham yaxshi sifatli ishlardan qo'yganlar. Patologlar ham ajoyib düzgellar ko'ribsiz. Birinchi etajimiz hali bu. Endi ko'tarilamiz ikkinchi etajga. Shunda birinchi etajimizda kuchnisi, yanında spalnisi, avvaliga bir zal bo'lgan ekan, zalni do'kon etib qo'ydilar. Ya'ni 9'a 540 do'kon. O'zingizning biznesingiz bo'ladi ya'ni. İkinci etajga ko'tarilamiz. İkinci etajimizda katta bir holimiz bor. Inshi Makka, Madinamizga borish hammamizga nasib etsin. Ko'ribsiz, bu taraflarimizda lampishkalarni qo'yib ajoyib qo'ydilar. Konditsionerlari bor, patologlar ham ajoyib düzgellar. Bu yerimiz hol, katta bir hol. Bu lyustraga qarang. Ajoyib lyustralarni qo'yib, yumshoq mebellarni qo'yib tuzib qo'ydilar. Nima ekamiz ish o'yda? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bir narsasi ekamiz. Bu yerimizda spalni. Yine katta spalnisi bor. Oynasi eldina qaragan albatta. Hech bir xonasi guluxoy emas. Hammasini aynaları köçeye qaragan. Yani plana layık hovli-joy. Yanımızda ise yana bir spalni. Gördünüzmü? Katta spalnilar, hammasi spalnisi katta. Ne uchun? Elde 14 metr bo'lgani uchun ko'pli pollar qilingan albatta. Endi bu tarafa o'tib, bu TV zonaga qarang, ajoyib TV zonalarni tuzib qo'ydilar. Ko'ramiz bir shunday kichkina koridorcha, lekin lyustralarni ajoyibdan qo'yib berdilar. Bu yanimizda yana bir spalni. Spalni hem yerimiz spalni. Xullas, aynaları arka tarafa qaragan. Endi birdan chiqamiz. Birdan chiqsak, bu yerimizda sanuzel. Ya'ni ikkinchi etajni sanuzelga ko'tarsiz, hamma qulayliklar bor. Bu yanimizda yana bir spalni. Xohlagan bir spalnini kattaroqini olib turib zal qilib bersangiz ham bo'ladi. Xohlagan birsini. Chunki katta hammasi. Yine lyustralar ham ajoyiblaridan qo'yganlar. Eshiklar ham yaxshisidan, sifatlisidan qo'yganlar ko'ribsiz. Pulni ayamanlar. Ya'ni sotiladigan joy emas o'zi aslında. Endi bu hovli joyimizni kvadrat metrini aytdim, 250 kvadrat. Plana keladigan bo'lsak 110 ming dollar deb turibdilar. Gelişinden yer albatta. Albatta, opsiyonadagi, kommentariyadagi telefon nomerlariga telefon qilin, bizlarga aloqaga chiqing. Keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha.